Uylanish arafasida turgan bo'ydoqlar uchun ba'zi bir maslahatlar. Aynan necha yoshda uylanish bu ideal hisoblanadi. Bugungi kunda bizni sotsial hayotimiz shu darajada bo'lib ketdiki, barcha narsa hamma bolalarda o'zini yelkasiga tushishni boshladi. Ya'ni avval qanaqadir ish bo'yicha qanaqadir marralarni zabt qilish kerak, qanaqadir pul topadigan konkret joy bo'lishi kerak, uyli bo'lishi kerak, mashinali bo'lishi kerak va hokazo hokazo. Vaholanki oldin karyerani quri, undan keyin uylanay degan mavzu bo'lib qoldi. Shaxsiy praktikamdan oldimga kelayotgan bemorlarni hayotidan kelib chiqib turib maslahatlar beraman. O'zi meditsinada jinsiy aloqaga, ya'ni farzand ko'rishga yosh erkaklarda 14-15 yosh hisoblanadi. Ya'ni shu yoshdan boshlab o'g'il bolalar o'zi bemalol farzandli bo'la oladigan yoshga yetadilar. Lekin juda ham optimal vaqti 25 yoshga yetganda bo'ladi. Lekin bu degani 25 yoshgacha kutish kerak emas. O'zi bizning dinimizda ham agar yigit balog'at yoshiga yetadigan bo'lsa va unda balog'at yoshiga yetishi belgilari bo'ladigan bo'lsa, uni tezroq uylanganligi, buni sog'ligiga, bu yigitni qandaydir bir zino ishlaridan saqlashiga, bu yigitni hayotga bo'lgan qiziqishini oshishiga va bir necha narsalarga, hattoki o'sha topadigan pulini ham barakasi bo'lishiga sabab bo'lishi aytib o'tilgan. Xuddi shunday meditsina har doim, o'zi asl meditsina har doim tibbiyot bilan hamohang birgalikda yuradi. Ya'ni qancha yosh uylansa, bemorlarda farzandli bo'lish ehtimoli shuncha baland bo'ladi. Buni oddiy misol bilan aytaman. Juda ko'plab bemorlarda azospermiya urug'i 0 bo'lgan, ya'ni urug' foizi 0 bo'lgan bemorlar qabulimizga keladida. Xo'p, qabulga kelganida birinchi beradigan savolim: qachon urug'ing 0 bo'lganini bilgansan? 99% hollarda bemorlar aytadigan narsa: uylandim, 1 yil 6 oy qanchadir yashadim, shundan keyin urug' analiz topshirdim, shundagina urug'im 0 ligini bildim deydi. Tasavvur qilaylik, bemor 30 yoshda uylandi va 31 yoshda urug'i 0 ekanligi aniqlandi. Va bemorda qo'shimcha qanaqadir gormonal o'zgarishlar yuzaga kelgan. Xuddi shu bemor agar 20 yoshda uylanib, 21 yoshida shu urug'lari 0 ligini bilganda edi, unda biz operatsiya qilib urug' topish ehtimolimiz yoki bo'lmasa umuman olganda shu bemorning farzandli bo'lish ehtimoli 31 yoshli bemornikiga nisbatan juda ham baland bo'lardi. Chunki statistik ma'lumotlarga qaraganda, urug' foizi 0 bo'lgan bemorlarda operatsiya qilganda 25 yosh va undan kichkina bo'lgan bemorlarda urug' chiqish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Va statistik ma'lumotlarga qaraganda aynan farzand ko'rish yoshi 25 yosh va undan past bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolalarga nisbatan ularni o'sha reproduktiv salomatligi juda ham optimal holatda bo'ladi. Bundan tashqari ayollarni ham o'sha 25 yoshli masalan bola uylanadigan bo'lsa, hech bo'lmasa bir 20-21 yoshli qizga uylanadi. Ayollarni ham qancha erta farzand ko'rib olsa, ularni sog'lom farzand ko'rishi va bularning farzand ko'rishini yengil bo'lish ehtimoli oshadi. Endi shunday savollar bo'ladi: necha yoshda uylanishim kerak? Necha yoshda uylanish kerak? Agar siz jinsiy balog'atga yetgan bo'lsangiz, agar siz aqliy balog'atga yetgan bo'lsangiz, agar sizda qo'shimcha bir kasalliklar bo'lmasa va albatta o'zingiz yo'lingizni tushib olgan bo'lsangiz, karyera qilishni kutmang, uylaning. Bu uylanish faqatgina farzand ko'rishda emas, balki o'sha jinsiy aloqadagi holatlar bo'yicha ham sizga plyus ko'radi. Misol uchun, bo'ydoq uylanmagan, 28, 29 yoki 30 ga kirgan. Jinsiy aloqaga xohish bo'ladi. Lekin uylanmagan, ayoli yo'q. Natijada u zinoga yuradi, turli kasalliklar yuqtirib olishi mumkin va buning oqibatida hatto butun umrga farzandsiz bo'lib qolishi ham mumkin. Endi o'sha paytda qilgan karyerasi, o'sha birgina doktorda sen bolali bo'lmaysan degan narsasini hammasini yuvib ketadi. Yillar davomida to'plagan narsangiz birgina doktorning gapi bilan hammasi yuvilib ketishi mumkin bo'ladi. Endi uylanishdan oldin nimalar qilish kerak? Uylanishdan oldin albatta doktor ko'rividan o'tish kerak. Urolog, androlog. Buning uchun viloyatda bo'lsangiz Toshkentga kelishingiz yoki bo'lmasa qishloqda bo'lsangiz shaharga kelishingiz shart emas. Oddiygina o'zingiz yashab turgan joyda birgina urug' analizi, ya'ni spermogramma. Bundan tashqari moyaklarda UZI dopplerini o'zi yetarli. Agar bu ikki ko'rsatkichda sizda qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu ikki ko'rsatkichdagi muammoni har qanday oddiy urolog, andrologdan tortib, hattoki ancha-muncha terapevtlar ham aniqlab beradi.
jiddiy muammolar bo'lsa, o'shandagina maxsus spetsializirованniy shunaqa klinikalarga kelib, xususan endi reklama qilishimiz kerak, bizni klinikamizga kelib, siz barcha savollaringizga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda hozir aytgan ikki ko'rsatkich bo'yicha juda ham grubi qandaydir yomon o'zgarishlar bo'lmasa, marhamat, uylanishga tayyorsiz. Ko'pchilik bemorlarda shunaqa savol bo'ladi. Uylanishdan qo'rquv bor. Bugungi kunda nafaqat men, shaxsan men ham bitta videolarim bor, shunaqa chiqqan, lekin mendan tashqari boshqa shu meditsina sohasidagi blogerlarning gaplari, shu uylangandan keyin ayolning oldida hijolat bo'lib qolgani, boshqa turli holatlar haqida videolar ishlaganmiz. Xo'p, shuni oqibatida juda ham ko'p bo'ydoqlarda qo'rquv bo'lgan. To'g'ri ma'noda qo'rquv, ya'ni uylanishdan qo'rquv, ayolning oldida hijolat bo'lib qolmasligi uchun. Bunday bo'lmasligi uchun bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha pornoga qaramlilik, masturbatsiya, yomon odatlar, zararli odatlar, uyqu va ovqat rejimini doimiy yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Va qolaversa, oddiygina sport bilan shug'ullanish kerak. Agar shunda ham sizni o'zingizda qo'rquv bo'layotgan bo'lsa, yaxshi urolog, androlog bilan kelib, o'sha hozirgi bir nechta aytgan analizlar va gormonal analizlarni topshirib turib, ularning javobiga qarab, o'zingizni hamma savollaringizga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda shu kabi savollar bo'lsa, ya'ni uylanishdan oldin nima qilish kerak, chimildiq qanday bo'ladi, chimildiqqa kirishda qanday tayyorgarliklar bo'ladi, shu kabi savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Albatta bularga bafurcha javob berishga harakat qilamiz. Bizning Central Men klinikamiz aynan erkaklar bepushtligini eng og'ir darajalaridan to eng yengil darajalargacha, to uylanishga tayyorgarlik ko'rayotgan yigitlardan bir necha yillar davomida farzand ko'ra olmagan oilalargacha yordam beramiz. Agar sizda yo siz yaqinlaringizda shunday muammolar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Albatta sizga eng zamonaviy yechimlarni qilib beramiz. Hattoki eko qilish ham bizning klinikamizda yo'lga qo'yilgan. Faqatgina erkaklar emas, ayollarda ham shu farzandsizlik muammolari bo'ladigan bo'lsa, bizda juda ham kuchli reproduktorlarimiz bor. Ular bilan kelishilgan holatda sizlarning dardinglarga shifo beramiz. Bizni ko'rishda davom eting, obuna bo'ling va fikr mulohazalaringizni izohlarda qoldiring.